Bilasizlarmi obunachilar, kamerani ro'parasida o'tirib turib video qilish qanaqadir g'alati, chunki bu qiyin narsa emas. Deydiganlar bor. Lekin video qilishdan o'zgarishi qiyinchiliklari bo'ladi obunachilar. Shunaqangi deganlarga yarasha, shunaqangi deydiganlarga men javoban bugun zooparkda ishlayman. Haqiqiy Zookeeper Simulator degan o'yinimiz bor va bugun biz sizlar bilan o'ynaymiz. Videomiz nomi bo'lsa 24 soat zooparkda degan challenge qilamiz. Xullas, video qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Albatta obuna bosishdan unutmanglar. Chunki biz tezroq 10 mingta obunachi bo'lishimiz kerak obunachilar. Xullas, o'yinga kirishimiz mumkin. Emotional damn it. Obunachilar, mana biz sirasi o'yinga kirdik. Mana u bizmiz. Zookeeper. Yo'q, men haqiqiy zooparkda ishlayman. Zoo. Ana yerda birinchi ko'zimga tushgan narsa obunachilar. U ana yerda chaqpali. U chaqpalida haqiqatan odamlar bormi? Tezda yugurib borib ko'ramiz oldiga. Hop. Yerda o'zi odamlar bormikan yo yo'qmikan? Birinchidan odamlarni ko'rmayapman. Endi ikkinchi savolimda biz ham chiqalamizmi? Yo, alo, to'xta. To'xta. Baraka. Bo'lmas ekan chaqpali. Lekin men hammasidan ham ko'ra, albatta, endi boshliqlarim, garrasam ishlagan kelgansan, qayerdadir chaqpali o'tishmas deb ketib qayda borsa kerak shunaqa qilsa. Hop, biz o'yinga qaytaylik. Hop, o'yinda biz tak, sirasi ketaveramiz. Nima desamayapman? Vaydi, shuna joydan zo'r o'tdim. Hop, biz bitta iloji boricha sizlarga o'zim hayollarimni tanishtirib chiqishni xohlayman. Hop, birinchi mana sekin yurmoqchi edik, lekin bo'lmasa o'ta sekinlashib ketar ekan. Birinchi bitta burgutlar, eaglelar, ya'ni burgutlarim bor. Mana yerda tomosha qilishlaring mumkin. Davom obunachilar, bu hammasi mumkin. Normalni pul ketgan buning uchun ham. Hop, keyingisi mana eagle edi. Keyingisi bo'lsa rabbits, ya'ni quyonlar. Hop, quyonlarni oldiga kelib ko'rishimiz ham mumkin. Faqat bitta savolim bor-da. U mana yerda quyon nima qilyapti? Qochib ketyaptimi? Hop, lekin bitta savolim bor-da, nimaga quyon kichkina lekin panjaralar bilan mana bu taxtalarning arasi katta. Bu yerda oson chiqishi mumkin lekin. Bu yerda bo'lsa zebralar, bu yerda faqat turadi xolos keling. Alo, ovqat yeysan? Ha, o'zing bilasan. Bunday bo'lsa, obunachilar, u yerda tumsoqni ko'rdim haqiqiy. Yo'q, qani oldiga tushib ko'ramizmi biz 20 kan. Alo, meni yeysanmi? Men shirinmi ati? Alo, men shirinman. Meni yeysanmi? Mayli, ishtahasi yo'q ekan. Endi albatta ishtahasi bo'lmaydi, chunki uni boqadigan odam o'zini taklif qilsa endi bo'lmaydi-da. Bu yerda begimotlar ham bor ekan. Yemaysan meni? Meni lekin shirin edi. Mayli, o'zing bilasan. Film bor ekan bu yerda, hop. Alo, meni yeysanmi? Yo'q, obunachilar, yo'q, o'tda ya silni. Kichkinagina 60 kilolik balacha bo'lib turib, 2-3 tonnali filni. Wow. Hop, endi ana yerda fox, ya'ni tulkilardan ko'rishimiz mumkin obunachilar. Alo, tulki, nimaga tulki qafaslanmagan? Holi bor, men qochib ketishim mumkin. Odamlarga ugrajit qilmayman, lekin men tulkini kattaroq tasavvur qildim. Kichkina ekan o'ylaganimdan. Bu ham meni yemayapti. Teskari qarab olyapti. Mayli, shirin bo'lmasa o'zing bilasan. Boshqa hayvonlarga o'zim yegizdirib ko'raman. Hop, ana yerda ham oyoq ham bor ekan. Yo'q, beer. Qaqa chiqib ketmoqchisan, sen? Yo'q, sen hozir qaqa chiqib ketmoqchisan. Sen kichkinagina ushasan ish qilib. Nima? Qayerga qochmoqchisan? Ana ular endi obunachilar endi ana ikkalasi nima qilyapti endi? Dadayami, ayabalami, xullas nima qilyapti endi ular? Mayli, o'zi biladi nima qilsa qilaversin. Bu yerda bo'lsa bug'ular. Bitta bug'ular aqlli bola bo'lib yuribdi ekan. Nobod ovqat emaslarmi, lekin men shirin edim. Mayli, o'zing bilasan. Yo'q, hayvonlarning qiroli sher. Oho, zo'r yo'shyapti. Tiger, yo'q. Bu yerda yo'lbarslar ham bor ekan, lekin yo'lbarslar kichkinaroq ekan. Lekin men hisob kitobim bo'yicha yo'lbarslar sal baquvvatroq bo'ladi deb eshitdim sherlardan. Bu yerda navarot, mayli, hozir men sherni oldiga borgim kelyapti. Hop. Voydi, nima? Men bu kirishini ko'rdilaringmi? Ana, yaqinlashsam o'sha bo'kiryapti. Sen kimsan o'zingni? Nima edi? Zookeeper. Xullas, o'sha. O'zingni xo'jayinga g'ing'illayapsanmi sen? Mana yerda tuya bor ekan. Ladna. Hop. Tuyani ham ko'rib oldik. Endi bo'lsa gorilla, yo'q.
Gorilla. Ichkariga kirib ko'ramizmi? Yo'q, kirgizmasa ekan. Qanaqa qilib meni kirgizmaydi? Kim ovqat beradi meni kirgizmasa? Ladna, bu yerda jirafa, yo-mayo, betdan nimaga ochiq jirafa? Bunday hakalab o'tkichi mumkin, taxtani juda o'ta kichkina ekan. Lekin bu Zakipr, bu zoopark menga unchalik yoqmadi desa ham bo'ladi. Xo'p. Yurib chiqib Shopmanit o'sha yerga kirib ko'ramiz. Xullas obunachilar, men sizlar bilan hayvonlar bilan tanishtirib chiqdim. Endi bo'lsa o'yin davomida qanaqangi ishlar bilan shug'ullanganimni ko'rishlari mumkin. Hop, birinchi o'rinda obunachilar biz asosan kutilmagan voqea yuz berdi. Ya'ni biz haqiqiy hayvonlar qiroli, hayvonlar podshohi sherni o'ldirgan ketyapmiz. Buni oyoqlar bo'yicha yuramiz. Bu yerda albatta faqat yurish ham nohaq. Endi bo'lsa obunachilar sherni o'ldiramiz. Bechara sher. Voy, qanotda, lekin qanotgan ko'rinmadi ko'zga. Lekin bu kimligini bilmadim serioz. Men sherga teyapti. Keyingi vazifamiz bo'lsa bog'ularga ovqat berish ekan. Va oxirgi vazifamiz bo'lsa yuk mashinada birorta yuk olib borish ekan. Obunachilar video yoqdi deb o'ylamang. Video yoqqan bo'lsa albatta like, obuna bosishni unutmanglar. Sizlar bilan men bo'laman, Abdulboriy. Like-ni ko'p bosib tashlanglar, kommentariyalarni aktivligi pasagan kommentariyalardan bomba qilib tashlanglar. Mister bu men unaqa videolar qil desalar albatta chiqadi deb va'da beraman obunachilar. Biz tezroq 10 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. Sizlar bilan men bo'laman, Abdulboriy. Hammaga xayr, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bye.